Ha. Ha? Bu ne şu kutbu? Men Hasan Ramazan Ramazan'a kirganman. Ben 2 yil oldin kredit olganman 30 milyon. Asarlari qildim, mana Xudoga shukr qilaman. Shu aralar bo'yicha daromadim 60 millionga yetdi. 30 million kredit olib, kreditdan qutuldim. Bemalol mahalladoshlarga aytishim mumkin, bemalol shu asarlari qilib foyda olsa bo'ladi. Bo'ladimi qizim? Bir yilga sen uydan kiymaysan, momma vaqti bir kiyib